Uchinchi variant 42 savol. Kartoshka o'simligida ABC hujayrasida jami 15840 gram glyukoza bor. O'shani 180 ga bo'ladigan bo'lsak 88 mol glyukoza bo'ladi. 88 mol glyukozaning 28 moli parchalanmagan, jami 60 moli parchalangan bo'ladi. ABC hujayra bor ekan. Xo'sh, bizda aytilyapti to'liq parchalangan va chala parchalangan glyukoza haqida gap ketgan. Undan oldin A hujayraning 7 dan 1 qismi to'liq parchalangan degan. 7 ni biz 7 qism desak, 1 ni esa 1 qism deymiz. Ya'ni 1 degani noma'lum bo'lgani uchun x qo'yib oldik. X qismi to'liq parchalangan. O'zi 7 qism edi. 25% parchalanmagan, 75% parchalangan bo'ladi. Ya'ni 5.25 x parchalangan bo'ladi. O'zi 1x to'liq bo'lsa, ayiradigan bo'lsak 4.25 x bu chala parchalangan bo'ladi. Qo'shsak 5.25 x A hujayrada. ABCda to'la parchalangan glyukoza 1.5 2 nisbatda bo'lsa, birinchisida x bo'lsa, 1.5x 2x bo'ladi. 1.5x 2x bo'ladi. B'sida 1.5x bo'lsa, 30% glyukoza to'la parchalangan, 45% chala parchalangan, qolgani parchalanmagan degan. 45 da 1.5 ko'paytirib 30 ga bo'lsa, 2.25x chala parchalangan bo'ladi. C'da 2x to'la parchalangan bo'lsa 20%, 40% chala parchalangan, ya'ni 4x chala parchalangan bo'ladi. A bilan B hujayrada chala parchalangan energiya hisobida 3220 kilojoul issiq sifat tarqalgan. 4.25x ga 2.25 qo'ysak chalalarni, demak 6.5 chiqadi. 6.5 da 120 ga ko'paytsak 780x bo'ladi. 3220 ni 780 ga bo'lsak x teng 4 ekan. A'da aytilyapti, A hujayrada hosil bo'lgan jami ATF energiya miqdorini aniqlang degan. 4.25 chala edi. X'imiz 4 edi. 4 ga ko'paytsak 17 mol glyukoza chala parchalangan ekan. Shuni 2 ga ko'paytsak 34 ta ATF bo'ladi. 1 mol to'liq edi. 4 ga ko'paytsak 4 mol to'liq bo'ladi. 38 ga ko'paytsak 152 ATF ekan. Chala bilan to'liqda 186 ATF. Agar ATF so'rasa 186 bo'ladi. Undagi energiya deb hisoblasak, 40 ga ko'paytirsak 7440 kilojoul bo'ladi. B esa jam parchalangan glyukoza necha foiz chala parchalangan? 4.25x, 2.25x, 4x, 4, ya'ni jam 10.5x bo'lishi kerak. X'imiz 4 ga teng bo'lsa, 4 ga ko'paytsak 42 mol chala parchalangan. 60imiz 100% bo'lsa, 42imiz 70% bo'ladi. C'siga C hujayrada mitoxondriyada issiq sifat tarqalgan energiya. Mitoxondriya degan 3-bosqich degan. 2x desak 2 mol, 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 mol glyukoza mitoxondriyada parchalangan. 1 mol glyukoza mitoxondriyada parchalanganda 1160 issiqlik sifat tarqaladi. Ko'paytirsak 9280 ekan. Desta parchalanmay qolgan glyukoza molekullari hosil qilish uchun o'simlik qancha kilojoul energiya sarflagan? 18 ta ATFdan 1 mol glyukoza sintezlansa, 28 ta parchalanmay qolgan glyukoza bor edi. 504 ta ATF bo'ladi. Bitta ATFimizda 40 kilojoul bo'lsa ko'paytirsak 20160 kilojoul bo'ladi.